O't qopi olib tashlandi. Endilikda sizning organizmingizda qanday o'zgarishlar yuzaga keladi? Buni birma-bir ko'rib chiqamiz. Ovqat tarkibidagi yog' moddalarining hazmi buziladi. Chunki jigar ichi o'tlarida hosil bo'lgan o't suyuqligi o't qopiga quyilgan holatda uning ichida, ya'ni o't qopining bo'shlig'ida ovqatni hazm qilish uchun yetilardi. Endi o't qopi olib tashlangan holatida chala tayyor bo'lgan, ya'ni yangi hosil bo'lgan o't suyuqligi to'g'ridan-to'g'ri 12 barmoqli ichak a'zosiga tushadi. Va bu tayyor bo'lmagan o't suyuqligingiz mana shu yog'larni hazmida biroz sustlik qiladi. Ikkinchi bo'lib yuzaga keladigan holat esa o't suyuqligi tarkibida kuchli o't kislotalari bo'lgani hisobiga uning doimiy 12 barmoqli ichak bo'shlig'iga quyilganligi hisobiga duodenogastral reflyuks jelchi, ya'ni 12 barmoq ichakdagi devorida har xil turdagi yallig'lanish, eroziyalar, yaralar yuzaga kelishi. Bu o'z navbatida har xil og'riqlarni keltirib chiqaradi, ayniqsa ovqatdan keyingi og'riqlar. Sababsiz ich ketishlari yoki ich qotishlari holati, ya'ni ich ketish va ich qotish holati bir-biri bilan yanlanib turishi. Agarda sizda o't qopini oldirib tashlangandan keyin, ya'ni PHS, post xolecystoectomic sindrom belgilari kuzatilayotgan bo'lsa, bizning klinikamizga kelib, vaqti bilan davolanib turish imkoniyati mavjud.